Ajdodlarining haqli merosxo'ri O'zbekistonga yetib borguncha bojxona to'lovisiz bor yo'g'i 77,000 AQSh dollari bo'ladi. Z seriyaning tarixdagi eng tezkor avtomobili. Insonlarning qalbidan mustahkam joy olgan Nissan Z Nismo Z34 2025 model. 50 yildan oshadigan boy tarixga ega bo'lgan bu kuzov Toyota Supra va BMW M2 ning eng kuchli raqobatchisi hisoblanadi. O'z quchog'iga tortib oladigan haqiqiy Recaro sportivniy o'rindiqlari bu sizga poyga vaqtida juda katta yordam beradi. Interyerda klassikaning iforini va sifatli koja va alkantarani uchratishingiz mumkin. Faqatgina Nismo versiyada bo'ladigan 9 pog'onali avtomat korobka bo'lganligi uchun launch kontrollari ham bo'ladi va 3 litrli twin turbo va образный 6 silindrga naqd 420 ot kuchi 520 Nm bo'ladi. Ma'lumotlarga qaraganda bor yo'g'i 0 dan 100 gacha 4 sekund sarf qiladi. Mana buni dizayn desa bo'ladi. Raznashiroki R19 diskalarda va poygalar uchun mo'ljallangan Akebono tormozli sistemaga ega bo'ladi. Nissan Z ning aerodinamikasi zo'r bo'lishining sababi esa oldi qismi maxsus uzaytirilgan bo'ladi.